Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kirdi va uni bilmaslik oddiy fuqaroga ham, tadbirkorga ham, haydovchiga ham, ish beruvchiga ham, qarz olgan yoki qarz bergan odamga ham jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Chunki qonun men bilmagan edim degan bahonani qabul qilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligi, kimlarga bu tartib yengillik berishi, qaysi joylarda odamlar ko'p xato qilishi va amalda nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday huquqiy ma'lumotlar sizni ortiqcha jarima, sud, qarzdorlik yoki hujjat muammosidan saqlab qolishi mumkin. Oldin ko'p odamlar qonun o'zgarganini faqat muammo yuz bergandan keyin bilardi. Masalan, kimdir jarima kelganini ko'rmay qoladi. Kimdir qarzdorligi sabab hisob raqami cheklanganini kech biladi. Kimdir hujjat topshirishda eski tartib bo'yicha harakat qiladi. Yana kimdir avval shunday qilardik-ku deb yangi talabni e'tiborsiz qoldiradi. Natijada oddiy masala kattalashib ketadi. Yangi tartibning eng muhim tomoni shundaki, endi ko'plab jarayonlarda mas'uliyat aniqroq bo'ldi. Fuqaro yoki tadbirkor o'ziga tegishli majburiyatlarni vaqtida bajarish kerak, davlat organlari esa ma'lumot almashinuvi, ogohlantirish, elektron xizmatlar va rasmiy tartiblarni yanada aniq yuritish kerak. Ya'ni endi qog'oz olib keling, yana bir idoradan ma'lumotnoma oling, keyinroq keling kabi eski muammolar asta-sekin kamayishi kerak. Lekin shu bilan birga fuqarodan ham hushyorlik talab qilinadi. Oldin odamlar ko'pincha hujjat, jarima, qarzdorlik yoki ariza masalasida idora yurardi. Bir joydan ma'lumotnoma, boshqa joydan tasdiq, uchinchi joydan ko'chirma olish kerak bo'lardi. Yangi tartibning maqsadi shuki, agar ma'lumot davlat bazasida bor bo'lsa, fuqarodan uni qayta talab qilish kamayadi. Lekin bu siz umuman hech narsa qilmay qo'yasiz degani emas. Siz baribir o'z shaxsiy ma'lumotlaringiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, elektron kabinetlaringiz va qarzdorlik holatingizni kuzatib borishingiz kerak. Eng avvalo, yangi qonun yoki yangi tartib kuchga kirganda 3 ta asosiy yo'nalishga e'tibor berish kerak. Birinchisi, fuqarolarning majburiyatlari, ikkinchisi davlat organlari va tashkilotlarning vakolatlari, uchinchisi javobgarlik va oqibatlar. Masalan, agar sizda ma'muriy jarima bo'lsa, avvalgidek qachondir to'layman deb yurish xavfli. Chunki jarima, qarzdorlik yoki boshqa majburiy to'lovlar elektron tizimlarda tezroq ko'rinadi. Siz buni ko'rmasangiz ham tizim ko'rishi mumkin. Hisob raqamingizga, avtomobilingizga, ayrim xizmatlardan foydalanishingizga yoki hujjat rasmiylashtirish jarayoniga ta'sir qilishi mumkin. Men ko'p ko'rgan holat. Odam avtomobilini sotmoqchi bo'ladi, notariusga boradi, lekin eski jarima yoki ijro ishi chiqib qoladi. Natijada savdo to'xtaydi, xaridor kutmaydi, odam esa shoshilib pul qidiradi. Ikkinchi o'zgarish shuki, elektron xabarnomalar, SMS, shaxsiy kabinet va davlat xizmatlari portali orqali yuborilgan ma'lumotlarga beparvo qarash mumkin emas. Ko'p odamlar menga qog'oz kelmadi deydi. Lekin hozirgi tartiblarda elektron xabar ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa, yashash manzilingiz noto'g'ri bo'lsa, shaxsiy kabinetingizga kirmasangiz muammo sizga kech yetib keladi. Lekin muddat o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Uchinchi o'zgarish tadbirkorlar uchun ayniqsa muhim. Hisobotlar, soliq majburiyatlari, xodimlar bilan mehnat shartnomalari, kassa intizomi, elektron hisob fakturalar, litsenziya va ruxsatnomalar bo'yicha eski odat bilan yurish xavfli. Masalan, kichik do'kon egasi bir nafar sotuvchini norasmiy ishlatsa, bu qarindoshim yordam berib turibdi deb o'ylashi mumkin. Ammo tekshiruvda bu mehnat munosabati sifatida baholansa, ish beruvchiga jarima, xodimga esa ijtimoiy kafolatlar bo'yicha muammo tug'iladi. Yangi tartiblar shuni ko'rsatadiki, hujjat bilan ishlash madaniyati kuchaymoqda. Birinchi navbatda haydovchilar. Sizda yo'l harakati qoidabuzarligi bo'yicha jarima bo'lishi mumkin. Jarima kichik ko'rinsa ham, vaqtida to'lanmasa, keyingi bosqichda xarajat ortadi. Masalan, 1 ming so'mlik jarimani keyin to'layman deb unutdingiz. Bir necha oy o'tdi. Ish ijro organiga o'tdi, qo'shimcha xarajatlar paydo bo'ldi, avtomobil bilan bog'liq ayrim harakatlarda cheklov chiqdi. Oxirida siz nafaqat jarimani, balki vaqt, asab va qo'shimcha xarajatni ham yo'qotasiz. Ikkinchi guruh qarz olgan va qarz bergan odamlar. Og'zaki kelishuvlar eng katta xatolardan biri. Aka-uka orasida tilxat shart emas. Do'stim-ku qaytaradi.
telefon orqali yozishdik yetadi degan gaplar keyin sudda muammo bo'ladi. Agar siz 1 million so'm qarz bersangiz, hech bo'lmasa yozma tilxat, muddat, qaytarish tartibi, pasport ma'lumotlari imzo bo'lishi kerak. Agar summa katta bo'lsa, notarial tartib yoki shartnoma haqida o'ylash kerak. Yangi tartiblar shuni yanada dolzarb qiladi. Hujjat bo'lmasa, huquqni isbotlash qiyin. 3-guruh aliment, kredit, kommunal to'lov yoki boshqa majburiy to'lovlari bor fuqarolar. Men bunday holatlarda doim aytaman, qarzdorlikni yashirish emas, uni boshqarish kerak. Agar sizda to'lash imkoniyati vaqtincha bo'lmasa, tashkilotga murojaat qiling. Muddat so'rang, bo'lib to'lash variantini ko'ring, yozma ariza bering. Eng yomon yo'l bu umuman javob bermaslik. Chunki javob bermagan odam tizimda mas'uliyatsiz qarzdor sifatida ko'rinadi. 4-guruh uy-joy yer. Avtomobil yoki meros masalasida hujjati to'liq bo'lmagan odamlar. Ko'p oilalarda uy bobodan qolgan, lekin kadastr hujjati to'liq emas. Kimdir uyda yashaydi, lekin egalik huquqi boshqa odam nomida. Kimdir avtomobilni ishonchnoma bilan yillar davomida boshqaradi, lekin rasmiy oldi-sotdi qilmagan. Yangi tartiblar kuchaygan sari bunday yarim rasmiy holatlar ko'proq muammo beradi. Bugun tinch ko'rgan masala ertaga meros, sotish, kredit, garovi yoki sud paytida katta nizoga aylanadi. Agar siz hujjatlaringizni tartibda yuritsangiz, jarimalaringizni vaqtida tekshirsangiz, qarzdorliklaringizni yashirmasangiz, shartnomalarni yozma tuzsangiz va elektron xizmatlardan foydalanishni bilsangiz, yangi qonundan qo'rqish shart emas. Aksincha, bunday tartiblar sizga yordam beradi. Chunki aniq qoida bo'lsa, adolatsizlik kamayadi. Idorama-idora yurish kamayadi. Hujjat talab qilishdagi noaniqlik kamayadi. Masalan, siz tadbirkorsiz va xodimlaringiz bilan mehnat shartnomasini rasmiylashtirgansiz. Soliq hisobotlaringizni vaqtida topshirasiz. Kassa cheklarini berasiz. Bunday holatda yangi tartib sizni jazolash uchun emas, balki bozorni tartibga solish uchun ishlaydi. Chunki siz qonuniy ishlayapsiz, lekin yo'ningizdagi boshqa tadbirkor hamma narsani yashirin qilsa, u nohaq ustunlikka ega bo'ladi. Qonuniylik kuchaysa, halol ishlayotgan odamning manfaatlari himoya qilinadi. Oddiy fuqaro uchun ham xuddi shunday. Agar siz pasport yoki ID karta ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingiz nomingizda bo'lsa, davlat xizmatlari portaliga kira olsangiz, ko'p masalani uyda o'tirib tekshirishingiz mumkin. Bu sizga vaqt va pulni tejaydi. Birinchi misol. Haydovchi kamera jarimasini vaqtida ko'rmagan. Jarima 34 ming so'm bo'lgan. U SMS kelmadi deb e'tibor bermagan. 3 oy o'tib avtomobil sotmoqchi bo'lganda cheklov borligi ma'lum bo'lgan. Xaridor 1 million so'mlik kelishuvdan voz kechgan. Asli muammo 340 ming so'm edi, lekin oqibatda odam katta imkoniyatni yo'qotdi. Bu yerda xulosa oddiy. Jarimani kutib o'tirmang, o'zingiz tekshiring. Ikkinchi misol. Bir kishi tanishiga 25 million so'm qarz bergan. Tilxat yo'q, faqat Telegram yozishmalari bor. Qarz olgan odam keyin bu qarz emas, sheriklik uchun berilgan pul edi deb aytgan. Sudda pulning maqsadi, muddati, qaytarish sharti aniq isbotlanmagan. Natijada pul bergan odam ko'p vaqt va xarajat qilgan. Agar boshida oddiy tilxat yozilganida masala ancha oson bo'lardi. 3-misol. Tadbirkor do'konida 2 xodimni rasmiylashtirmagan. Oyiga har biriga 2 million so'mdan naqd bergan. Ular rozi, menga ham qulay deb o'ylagan. Lekin xodimlardan biri keyin ish haqi, mehnat staji, ta'til puli bo'yicha da'vo qilgan. Tekshiruvda ish beruvchi hujjat yuritmagani sabab qiyin ahvolda qolgan. Bu yerda masala faqat jarimada emas. Mehnat shartnomasi bo'lmasa, ish beruvchi ham, xodim ham himoyasiz qoladi. 4-misol. Oila uyda 15 yildan beri yashaydi, lekin uy rasmiy ravishda marhum ota nomida qolgan. Farzandlar merosni vaqtida rasmiylashtirmagan. Keyin ulardan biri uyni sotmoqchi bo'lgan, boshqasi rozi bo'lmagan. Hujjatlar tartibsizligi sabab nizoni hal qilish cho'zilgan. Agar meros o'z vaqtida ochilib, kadastr va egalik huquqi rasmiylashtirilganda bunday muammo bo'lmasdi. Har bir yangi tartibda istisnolar bo'ladi. Shuning uchun men har doim bitta narsani ta'kidlayman. Umumiy gapni eshitib, darhol xulosa chiqarmang. Sizning holatingizda alohida muddat, alohida imtiyoz, alohida tartib yoki alohida hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun davlat boji bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa
Shaxslar ba'zi to'lovlardan ozod qilinishi yoki yengillik olishi mumkin. Lekin imtiyoz bor degani avtomatik qo'llanadi degani emas. Ko'pincha siz uni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak. Yana bir nozik jihat muddatlar bilan bog'liq. Huquqda muddat juda muhim. Ariza berish muddati, shikoyat qilish muddati, jarimani chegirma bilan to'lash muddati, sudga murojaat qilish muddati, javob berish muddati bor. Odamlar ko'pincha mazmunan haq bo'ladi, lekin muddatni o'tkazib yuborgani uchun yutqazadi. Men buni eng achinarli holatlardan biri deb bilaman. Chunki odamning talabi asosli, lekin u kech harakat qilgan. Uchinchi nozik jihat bu og'zaki va yozma kelishuv farqi. O'zbekchilikda gap bir joydan chiqdi degan tushuncha bor. Lekin huquqiy masalada gapning o'zi yetarli emas. Ayniqsa pul, mulk, ish, xizmat, ijara, shariklik, qurilish, ta'mirlash, oldi sotdi masalalarda yozma hujjat bo'lishi kerak. Hujjat ishonchsizlik belgisi emas. Aksincha munosabatni toza saqlash vositasi. 4-chi nozik jihat elektron tizimdagi xatolar. Ba'zan tizimda eski qarzdorlik qolib ketishi, to'langan jarima yopilmagani, manzil noto'g'ri ko'rsatilgani yoki ma'lumot yangilanmagani mumkin. Bunday vaziyatda asabiylashib yurish emas, darhol yozma murojaat qilish kerak. To'lov cheki, ariza nusxasi, skrinshot, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlab, tegishli organ yoki xizmatga murojaat qiling. Og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Yozma murojaat esa iz qoldiradi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'zingizning qarzdorlik va jarimalaringizni tekshiring. Buning uchun davlat xizmatlari portali, soliq ilovasi, bank ilovalari, majburiy ijro bilan bog'liq rasmiy manbalar va tegishli davlat organlarining elektron xizmatlaridan foydalaning. Agar internetdan foydalanish qiyin bo'lsa, yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. ID karta yoki pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, elektron pochta, bank hisoblari va elektron kabinetlarga kirish imkoniyatingiz to'g'ri bo'lishi kerak. Telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa, muhim xabarlar sizga yetib kelmasligi mumkin. Bu masala emas, keyin katta muammo beradi. 3-chi qadam, barcha muhim kelishuvlarni yozma qiling. Qarz bersangiz, tilxat oling. Uy ijaraga bersangiz, shartnoma tuzing. Ishchi yo'llasangiz, mehnat shartnomasini rasmiylashtiring. Xizmat ko'rsatsangiz yoki xizmat olsangiz, kamida yozma kelishuv, summa muddat, tomonlarning ma'lumotlari va javobgarlikni belgilang. Keyin kelishamiz degan gap ko'pincha nizoning boshlanishi bo'ladi. 4-chi qadam, hujjatlaringizni alohida papkada saqlang. Uy-joy hujjatlari, avtomobil hujjatlari, kredit shartnomalari, to'lov cheklari, sud qarorlari, ijro hujjatlari, mehnat shartnomalari, tibbiy yoki ijtimoiy imtiyoz hujjatlari yo'qolmasin. Telefoningizda suratga olib qo'yish ham foydali. Lekin asl nusxani saqlash baribir muhim. 5-chi qadam, agar sizga jarima talabnoma, sud chaqiruvi yoki ijro xabarnomasi kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. O'qib chiqing, muddatini belgilang, kim yuborganini tekshiring. Agar rozi bo'lmasangiz, shikoyat qiling. Agar tushunmasangiz, yuristga, advokatga yoki davlat xizmatlari markazidagi mutaxassisga murojaat qiling. Vaqtida berilgan bitta ariza keyinchalik katta xarajatning oldini olishi mumkin. 6-chi qadam, tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteringiz bilan alohida tekshiruv o'tkazing. Soliq qarzdorligi bormi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Kassa apparati to'g'ri ishlayaptimi? Elektron hisob fakturalar yopilganmi? Ijara shartnomasi bormi? Litsenziya yoki ruxsatnoma muddati tugamaganmi? Kichik xato ham tekshiruvda katta masalaga aylanishi mumkin. 7-chi qadam, meros va mulk masalasini cho'zmang. Ota-ona nomidagi uy, yer yoki avtomobil yillar davomida rasmiylashtirilmay qolsa, keyin merosxo'rlar ko'payadi. Kimdir chet elga ketadi, kimdir rozi bo'lmaydi, kimdir vafot etadi, hujjat topilmaydi. Bunday masalalarda notariusga borib, tartibni oldindan so'rang. Bir kunlik ishni 5 yilga cho'zish oqibatida butun oila sudma-sud yurishi mumkin. Agar siz murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, arizani aniq yozing. Men odatda quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Avval kimga murojaat qilayotganingizni yozasiz. Keyin o'zingizning ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, manzilingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rsatasiz. So'ng muammoni sanalar bilan tushuntirasiz. Masalan, 2024-yil 15 mart kuni jarimani to'ladim. Lekin tizimda qarzdorlik yopilmagan deb yozish kerak. Keyin talabingizni aniq bildirasiz. Qarzdorlikni bazadan chiqarishni,
ma'lumotni tuzatishni, javob berishni, cheklovni olib tashlashni so'rayman. Arizaga ilova sifatida to'lov cheki, shartnoma, pasport yoki ID karta nusxasi, skrinshot, avvalgi javob xati, sud qarori yoki boshqa dalillarni qo'shing. Eng muhimi, arizani topshirganingizni tasdiqlovchi iz qolishi kerak. Agar onlayn yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Agar qog'ozda topshirsangiz, kirim raqami yoki qabul qilinganligi haqida belgi oling. Birinchi xavf bu mish-mish. Telegram kanalda kimdir endi hammani jarimaga tortishadi. Falon hujjatsiz uylarni olib qo'yishadi. Hamma hisob raqamlar bloklandi deb yozishi mumkin. Bunday xabarlarni ko'rganda vahimaga tushmang. Rasmiy manbani tekshiring. Qonun matni, hukumat qarori, vazirlik yoki idoraning rasmiy izohi bo'lmasa, xulosa chiqarishga shoshilmang. Ikkinchi xavf bu soxta yordamchilar. Jarimani yo'q qilib beraman, qarzdorlikni bazadan o'chiraman. Sudga bormasdan hal qilaman deydigan odamlar ko'p. Huquqiy masalada pul berishdan oldin u odamning vakolatini tekshiring. Advokat bo'lsa, guvohnomasi bo'lishi kerak. Davlat xizmatchisi bo'lsa, rasmiy tartibda ish yuritish kerak. Hech qachon shubhali odamga karta orqali pul tashlab, hujjatsiz kelishuv qilmang. Uchinchi xavf bu beparvolik. Odamlarning katta qismi qonunni buzishni xohlagani uchun emas, e'tiborsizlik sabab muammoga tushadi. SMS'ni o'qimaydi, kabinetga kirmaydi, chekni saqlamaydi, shartnoma tuzmaydi, muddatni belgilamaydi. Huquqiy savodxonlik degani faqat qonun moddalarini yodlash emas. Huquqiy savodxonlik degani o'z hayotingizdagi muhim jarayonlarni nazorat qilishdir. Yangi qonun kuchga kirgani shuni anglatadi. Endi eski odat bilan yurish xavfli hujjatlarni tartibga solish esa zarur. Jarima, qarzdorlik, shartnoma, mehnat munosabatlari, mulk, meros, tadbirkorlik va elektron xabarnomalar bo'yicha hushyor bo'lish kerak. Kim o'z hujjatini vaqtida tekshirsa, muddatni o'tkazmasa, yozma kelishuv qilsa va rasmiy manbalarga tayansa, muammoning katta qismini oldindan bartaraf qiladi. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq jarimalaringizni, qarzdorliklaringizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni va muhim hujjatlaringizni tekshiring. Agar biror xato topsangiz, kechiktirmasdan yozma murojaat qiling. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, mutaxassisdan yordam oling. Eng muhimi, keyin ko'raman deb yuravermang. Chunki qonunda muddat va dalil juda katta ahamiyatga ega. Sizningcha, yangi tartib odamlar uchun yengillik bo'ladimi yoki mas'uliyatni oshiradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga qonunlardagi muhim o'zgarishlarni oddiy, tushunarli va amaliy misollar bilan tushuntirib boraman.